Assalomu alaykum hammaga, tadbirkorlar, marketologlar sizlarni bu videoda ko'rib turganimdan xursandman. Birinchi videoni boshlashdan oldin o'zim haqimda ozgina ma'lumot beraman. Ismim Mironshoh. 5 yildan beri marketing sohasida faoliyat yuritaman. Asosiy ishimiz agentligimiz orqali bizneslarga manfaatli xizmat ko'rsatish va ularni sales marketing yo'nalishida, ya'ni savdolariga qaratilgan marketing yo'nalishida savdolarini oshirib berish hisoblanadi. Hozir bu videoda biza ko'rib turgan brendlaringizni Andava.uz brendini to'liq tahlil qilib chiqamiz. Buni tahlilini chiqarishimiz sababi ko'p tadbirkorlar uchun manfaatli bo'lishi va marketologlar uchun qanaqadir ideyalar bo'lishi mumkin. Shu uchun ekranga yaqinroq joylashinglar, xudo xohlasa bu video sizlar uchun manfaatli bo'ladi. Birinchi navbatda bu videoda bu brendni o'zini ko'rib chiqsak. Bu brend nomi Andava.uz. Buni o'zini tadbirkorning o'zi shunaqa nom tanlashgan, shunaqa nomni qo'yishgan brendlarida. Bularda bizada boshlashdan oldin A nuqta bor edi. A nuqtamizda ikkita proyekt olishardi. Ya'ni umumiy xizmat mazmuni под ключ remont bilan shug'ullanishadi. Ya'ni uylarni, novostroykalarni yoki вторичка uylarni to'liq holatda ichiga kirib yashaydigan holatga olib kelib remont qilib berishadi. Boshida o'tgan yil sentyabrda gaplashganimizda, o'tgan yil deganimda 24-yilni nazarda tutyapman. 24-yil sentyabrda bular o'rtacha oyiga ikkita proyekt qilishardi va kelishganda ko'plab agentliklar bilan ishlashgan. Mengacha menimcha 11 ta odam bilan ishlashgan va asosiy og'riq tadbirkordagi qanaqa qilsam men ko'proq sotaman. Qat'iy men 6 taga chiqishim kerak edi 24-yil planim bo'yicha, lekin уже 70% yakunlanib qoldi. Hali bu etapga chiqmadim deganlar va biz o'tirib gaplashganmiz va u tadbirkorda birinchi etapda ularning Instagramlari yoki umumiy marketinglarini olmaganman. Birinchi etapda bizani target uslugamiz bo'lgan. Target uslugamizni bular sotib olganlar. Va target uslugamiz bo'yicha biz o'zimiz uchun bir nuqta yozganmiz. Bir nuqtada biz o'rtacha 6 ta proyekt oyiga olib kirishimiz kerak edi target orqali. Ya'ni bundan oldin 6 ta emas, o'rtacha 2 ta proyekt bo'ladi bo'lgan. O'rta chekni hisoblaydigan bo'lsak, bizda o'rta chek 18-20 ming dollar atrofi. Ya'ni o'sha bitta odam uyi uchun to'laydigan kvadrati 230 dollar atrofidan qilib berishadi. Bitta uyni hisobiga oladigan bo'lsangiz 18 ming 20 ming dollar atrofi bo'ladi. Ya'ni biz targetni bir nuqtasini biz 6 ta deb olganmiz va men tadbirkorga aytganman, birinchi davayt keling target bo'yicha ishlab ko'raylik. Chunki 13 ta odam bilan ishlagan tadbirkorlar aksariyat men hozir konsultatsiya qilayotganimda ham bu anaqa ishonish past bo'ladi agentlikka nisbatan, marketologga nisbatan ishonchsizlik bo'ladi va yana pul risk qilgisi kelmaydi ko'pchilikni va oxirgi budjetlari bo'ladi deyarli ko'pchilikni. Bo'ladi ham shunaqa holat bo'lgan. O'sha uchun biz birinchi target uslugamizni arzonroq gaplashganmiz, bo'ldi boshlaganmiz. Taxminan oktyabrning oxirlari, sentyabrda boshlagan bo'lsak, oktyabrning eng oxirlariga borib hisobot qilganimizda sentyabr oyida 4 ta, oktyabr oyida 6 ta proyekt olganmiz. Ya'ni u plan bajarilgan. Va men bu etapda agentligimiz to'g'ri target olgan bo'lsa ham, biz bozorni o'rganib chiqqanmiz. Ya'ni bozorda nimalar qilish mumkin, nimalar qilish mumkin emas, nima qo'limizdan keladi, nima qo'limizdan kelmaydi. O'zi qanaqa bozor deyilgan narsani olganimizdan keyin men ularga taklif berganman. Keling biz marketing qilaylik, to'liq marketingini bering. Ya'ni birinchi bir nuqtaga erishdik biz. Ikkinchi bir nuqtada sizni eng shu bozordagi eng katta kompaniya sifatida olib kiramiz va eng katta bozor ulushini egallaymiz deganmiz. O'sha paytda eng katta bozor ulushini egallagan shu xizmat bilan shug'ullanadigan jamoa 12 ta atrofi proyekt qilardi. Biz o'shani 50% ni o'sha paytda amalga oshirganmiz. Ya'ni 12 ta proyekt deganda 12 ta yangi proyekt kirib kelardi. Bo'ldi, shu bilan kelishuv qilingan tadbirkor bilan va biz qanaqa etaplarda ishladik va qanaqa qilib bu natija hosil bo'ldi. Birinchi men o'zim ko'rganim bozorda potensial kuchli edi bu yo'nalishda va men o'zimga bu yo'nalish yoqqan. Birinchisi shu, ikkinchisida bizda o'zi agentligimiz high ticket yo'nalishida ishlagan hisobida bularni cheklari bizga yoqqan. Ya'ni 20 ming dollar bu yaxshi chek va o'ssa bo'ladigan yo'nalish. To'g'ri, bu tadbirkorning o'zining marjinalnosti boshqa narsalari bor, lekin bizga high ticket yo'nalishda bo'lgani uchun ham bizga yoqqan va o'sha paytda ishga kirishgan biz o'sha noyabrning oxirlari atrofidan to'liq marketingni olganmiz. Biz ishlarni bo'lib olganmiz. Undan keyin bizda men agentlikda bitta o'zim emasman, asosiy marketologman va komandamiz a'zolari bor. Ana endi hozir aytadigan ketma-ketligim orqali sizlar o'zlaringizni brendlaringizni to'liq tizimini qura olasizlar. Ya'ni qanaqa ketma-ketlikda ishlasalaringiz, nima bo'lishini xudo xohlasa bila olasizlar. Birinchi nuqtada biz marketing boshlashdan oldin birinchi A nuqtani yozganmiz. O'sha paytda 6 ta proyekt bo'lgan, 20 ming dollardan deylik 120 ming dollar atrofi pul kelgan. Ya'ni shu maqsadga biz birinchi navbatda erishganmiz. Endi B nuqtani yozasiz. Birinchi marketingda umumiy qaysi tarafga ketayotganingizni bilib olishingiz kerak. Siz yo'lga chiqib, ko'pchilikda shunaqada
yo'lga chiqishadida qayerqa qarab ketayotganini bilmaydi va ular katta ehtimol bilan adashadi. O'sha uchun biza B nuqtani belgilab olganmiz. B nuqtamiz 30 ta edi. Ya'ni oylik 30 ta proyekt bo'lganda taxminan parallel yurayotgan bo'ladi proyektlar 70 ta atrofi plus minus bo'lardi. 70 ta 80 ta plus minus bo'lardi. Shuni hisobini olganmiz va kengayishni hisobini olganmizda biza B nuqtani qo'yganmiz. Buni endi target yoqsa, anaqa qilsa keladigan klientlar emas. Bu bozorda 20 ming dollar kimdir sizga pulini berish uchun juda ko'p o'ylaydigan yo'nalish. Va biza A nuqtani belgilab oldik, B nuqtani belgilab oldik. Undan keyingi etap bizada marketing действия. Ya'ni bizada road map deydi. Ya'ni bu yo'nalishda qanaqa qilib biza chiqamiz. Ya'ni nima qilamiz 30 ta proyekt olish uchun. Bunga targetning o'zi yetarlimi? Yo'q, yetarli emas. Bitta target o'zi bunaqa proyekt bera olmaydi. Va eng katta kompaniya qila olmaydi bizani. O'sha paytda men hozir Instagramini ham ko'rsataman bularni. Mana Instagram bularniki. O'sha paytda 3,5 mingta podpisigi bor edi. Hozirgi vaqtda bugungi chislo bilan 26,900 ta obunachilari bor va biz hozir ham bu proyekt bilan ishlab kelamiz. Shu 14-15 oydan beri, 14 oy bo'lgan bo'lsa, o'sha vaqtdan beri biz bu proyekt bilan ishlab kelamiz. O'sha paytda 3,5 mingta obunachisi bo'lishgan va juda ko'p vaqt ishlashgan biz. Bizagacha ham 2 yil atrofi menimcha ishlangan bu proyektda. Xullas, biz bu joyda roadmapni yozishni boshladik. Roadmapdan oldin marketingda birinchi qism bu analiz qismi bo'ladi. Hamma narsani boshida analiz turadi. Nega analiz kerak? Birinchi etapda, masalan, siz o'zi bemor bo'lsangiz va men doktor bo'lsam, shifokor bo'lsam, birinchi sizni davolashdan oldin birinchi analizlarni olishim kerak. Qoningizni analizi, davlengizni bilishim kerak, isitmangizni bilishim kerak. Va undan keyin men sizga tashxis qo'yaman. Va tashxisda aytaman, "Men bu joyingiz og'riyapti" deyman. Og'riyotgan joyingizga qarab, keyin men sizga lecheniya qilishni boshlayman. Va marketingda ham shunaqa. Xuddi shu bilan birga bir taqqoslasangiz bo'ladi. Birinchi analiz shu uchun kerak. Ya'ni analizda hozirgi holatida bizada nima bor? O'shani yozib chiqqanmiz. Bizada bor anaqa holat, call center yo'q, tadbirkorning o'zi gaplashadi. Demak, bu bo'lim yo'q bizada. Ikkinchisida, bizada operatsion bo'limda kimlar bor? Ularni aniqlab chiqqanmiz. Ular ham yo'q. Deyarli biz nima qilganmiz? 9 ta atrofi anaqa xodim, bitta anaqa COO, ya'ni prosesni boshqaradigan rahbar va asosiy rahbarning o'zi, ya'ni CEO. Shular bilan ish boshlaganmiz. Keyin analiz etapiga o'tganmiz. Bizadagi bor resurslar shular edi. Analiz etapida biz nima qildik? Birinchisi bozor ulushi. O'zi bozor ulushi qanaqa bu yo'nalishda? O'shani o'lchaymiz. Bunda ko'pchilik marketinglar biladi, TAM, PAM, SAM va SOM uslubida o'lchanadi. Bunda biz nimani bilamiz? Qancha shu bozorda pul borligini oldindan biz bilib olamiz. Bozordagi pulni aniqlagandan keyin o'shanga qarab действие bo'ladi. Birinchisi bozor analizi bo'ladi, ikkinchisi mijoz analizi. Biz bu yo'nalishda mijoz analizini qilganmiz. Nima uchun kerak mijoz analizi? Birinchidan biz mijozni yaxshiroq his qila olsak, ko'proq sota olamiz va yaxshiroq his qilsak, u xohlagan narsadan-da yuqoriroq narsani bera olamiz. Shuning uchun ikkinchi etapda biz mijoz analiz qildik. Mijoz analizida ko'pchiliklar biladi, buni CASDEV uslubida qildik. Customer Development, ya'ni mijoz tadqiqot uslubida qildik va CJM ishlab chiqildi. CJM bu Customer Journey Map. Ya'ni mijoz qanaqa qadamlarda harakat qiladi. Ya'ni bu o'rinda sizni o'zingizni biznesingizda ham shu ketma-ketlikdan bajarishingiz kerak degani va har bittasidan ma'no bo'lishi kerak. Bozor analizining ma'nosi bozorda qancha ulush bor va men qancha bu ulushni egallay olaman. Masalan, bozorda 2 million dollar pul bor, men 10% ni egallayman. Xuddi shunaqa tartibda ketadi. Mijoz analizi nega kerak? Nega CASDEV qilamiz? CASDEVning asosiy sababi mijoz bizagacha kelgancha nimalarni o'ylab keladi, nimadan qo'rqadi, nimani xohlaydi, nima qilmoqchi, nima qilmaydi degan narsalarni biz xulosasini olishimiz kerak. Ya'ni iste'molchi o'rnida biz fikrlab ko'ramiz. Shu joy o'rinda biz mijoz tadqiqoti qilamiz. Bo'ldi, ikkita tadqiqot bitdi. Demak, biz bozor tadqiqotida hajmni bildik. Mijoz tadqiqotida mijozimiz nimadan qo'rqadi, nimani xohlaydi, bu narsalarni bilib oldik va xulosaladik. Endi bu xulosani men ochiq ayta olmayman, lekin ochib beradigan narsam bor. Xo'p, undan keyingi etapda bizada produkt, ya'ni biz nima beryapmiz bozorga desa, produktni analiz etapi bor. Produkt analiz nega kerak? Klient nima xohlaydi? Masalan, uyini remont qilmoqchi bo'lgan odam asosiy xohlaydigan narsa uni bezovta qilmasdan, uni deylik ishiga aralashmasdan, shu uyini prosta pulini bersin, uyini kalitini bersin va kalitini qaytib olsin. Bo'ldi, shu uslubda produkt analizi qilamiz. Ya'ni bizada o'sha narsa bormi, yo'qmi? Xuddi o'sha etapda ketadi bu. Endi
Keyingi qismda biz produkt analiz qildik. Produktni analiz qilib bo'lgandan keyin biz o'zimizni bor holatimizdagi produktni o'rganib chiqdik. Uni pastida keyingi narsa bor, hozir uni chizib ko'rsataman. Tak, produkt analiz tugadi, bizda bozor analiz tugadi, mijoz analiz tugadi, undan keyin raqobatchi analizi. Bu bozorda raqobat juda katta bo'lgan. Raqobat juda katta bo'lgan va bu bozorda o'sish ham qiyin bo'lgan. Nima uchun? Biz kazib qilganimizda bilyapmizki, asosiy mijozni og'rig'i bu aldab ketishi. Ya'ni prorablar ko'p, prorablar keladi, pul oladi, ishni yo chalab tashlab ketadi, yo ishni umuman qilmaydi. Shu masalada juda ko'p anaqa bor, og'riq bor va ishonchsizlik bor. O'sha uchun konkurent analiz qilganimizda ham ko'p konkurentlar kelib chiqqan, ularning ustunliklarini, hamma narsasini o'rganib chiqqanmizda va undan keyin xulosa qilganmiz. Va produktdan keyin biz produkt market fit qilganmiz. Ya'ni produkt market fit. Bu nima degani? Mavjud anaqani, ya'ni to'g'rilangan produkt o'zini biz bozorga olib kirishimiz kerak bo'lgan va xuddi o'sha narsani biz produkt market fitda amalga oshirganmiz. Ya'ni bu joyda biz nima qilamiz? Kazib qildik, mijoz nima xohlaydi, o'sha narsalarni bildik, konkurentimizni bildik va endi ularga nima berishimiz kerak desa, aynan o'sha joylarni yozib chiqqanmiz. Bu o'rinda nima aniq bo'lgan? Birinchisi o'sha qo'rquv bo'lgan. Asosiy narsasi shu. Nima qilamiz? Buni yechimini yechamiz. Bular endi bizning marketing tilida baryer deyiladi. Nima uchun mijoz sota olmaydi desa, shu qo'rquv sababli sota olmaydi. Bu qo'rquvni yechimi sifatida nima qilganmiz? Shartnoma va asosiy urg'uni shartnomaga berganmiz suhbat payti. Nega desangiz, shartnomaga berilishi, asosiy anaqani urg'uni shartnomaga berilishi mijozdagi bor baryerlarni olib tashlaydi va shartnomani biz uning oldidan tashlab beramiz, u ko'radi, o'rganib chiqadi va undan keyin biz bilan shartnoma qiladi. Undan keyin produktda ko'p narsalar qo'shilgan. Masalan, nima? Produktga qo'shilgan narsalardan kuzatuvni qo'shganmiz. U paytgacha ham bo'lgan-u, lekin onlaynda, ya'ni Telegram o'zida biz kuzatish formatini unga berganmiz. Onlayn o'zini uyi qanaqa etapdaligini boshqani o'zi xabardor bo'lib turadi. Xuddi shunaqa etapda biz bajarganmiz. Produkt bo'yicha qilgan ishlarimiz shular va bulardan boshqa produkt bo'yicha ishlanadigan etaplarni bajarganmiz. Demak, bizda bozor analizi ketdi, mijoz ketdi, produkt ketdi, raqobatchi ketdi va eng asosiysi sizlarga foydali bo'ladigan joyni aytib ketaman. Bu nima? Qaror qabul qiluvchi nuqtalar. Bizning eng asosiy etapga chiqishimiz uchun yordam bergan narsalar shu. Birinchi, to'g'ri marketing tadqiqotini ko'proq qilganmiz va ko'proq strategiya yozishga harakat qilganmiz va tadqiqot haqida gaplashamiz hozir. Eng asosiy bizga kerak bo'ladigani qaror qabul qiluvchi nuqtalar. Qaror qabul qiluvchi nuqtalar nega kerak? Tak, qaror qabul qiluvchilar, tak, bu etaplarda odam tushib qoladi, ya'ni sizning mijozingiz nimadir, qaysidir produktingizni sotib olmoqchi va aynan tushib qoladigan joyi mana shu qaror qabul qiluvchi nuqtalar bo'ladi. Bunda tochka ko'p. Masalan, birinchi nuqtada narxni o'ylab ko'rish mumkin. Ikkinchi nuqtada narxdan keyin servisni darajasini o'ylab ko'rish mumkin. Uchinchi nuqtada nimadir, to'rtinchi nuqtada nimadir, xuddi shunaqa etaplarda o'ylab ma'lum bir joygacha ham boradi. Bizda ham shunaqa tadqiqot qilinganda birinchi o'rinda deylik narxni o'ylab ko'rdi, ikkinchi o'rinda servisni o'ylab ko'rdi, uchinchi o'rinda case, ya'ni portfolioni o'ylab ko'rdi. Oldin nima ishlar qilgan bu, o'sha narsalarni o'ylab ko'rdi. To'rtinchi o'rinda o'sha 3 ta etapdan keyin qilingan ishlarni, ya'ni davomiyligini o'ylab ko'rdi. Ko'pchilik bizda ham og'riq shu, ya'ni 3 oyda bitadimi, 2 oyda bitadimi degan narsalar bor. O'sha narsalarning davomiyligini o'rganib ko'rdi, o'ylanib ko'rdi va xuddi shunaqa qadamda kelyapti-da. Masalan, oxirida shartnoma qildi degan etapga o'tyapti. Shartnoma qildigacha baryerlar ko'p. Masalan, bularda 27 ta baryer chiqqan. 27 ta tochkada qaror qabul qiladi mijoz va 27 ta tochkada o'ylanadi. Qilsammikin, qilmasammikin deb. Va har biri uchun pozitsiya quriladi. Masalan, narx. Narxda nima? Biz maksimalni buni yoritish uchun mediadan foydalanganmiz. Narxni aytamiz va ichiga nima kirishini aytamiz va uni biz dekompozitsiya qilib beramiz klientga. Ya'ni har bir tochkasida qanaqa pul ketayotganligini maksimalni ochib beramiz narx etapida. Undan keyin servis etapida. Servis etapida biz harakat qilganimiz maksimalni 24 ga 7 ishlashda boshida. Masalan, ungacha bo'shasa klientlar. Nega bunaqada hamma? Uy sotib olishda ham, boshqada ham oddiygina grafik, odamlarning anaqani, klientlarning ish vaqti, boshqasi shunaqa tuziladiki, bularning segmenti ishdan chiqqan paytda ular ishlamaydi. Mana shu narsa, masalan, servisni bitta qismi bu, kichkina qismi. Biz ham masalan maksimal shu narsadan ustida ishlaganmiz. Masalan, klient ishdan chiqdi, soat 10 da bormoqchi. Bo'ldi, 10 da kela oladi bizdan oldimizga.
24/7 degan misol bo'rttirdim. Shunaqa. Keyslar bo'lgan, lekin ochib berilmagan va to'g'ri ochib berilmagan. Keyslarni ochib berish etapi bo'lgan. Undan keyingisi deylik davomiyligi. Bizada masalan shartnomaga kirgizamiz va oldindan aytamiz. Uyingiz mana bu paytda bitadi. Va biz shu narsani yo'lga qo'yganmizki, oddiygina shu baryerni yechish uchun necha kvadrat bo'lishidan qat'iy nazar bir xil vaqtda bitkazamiz. Masalan, 3 oy deb va'da berdik, bo'ldi 3 oyda bitadi. Va va'damizni bajarmasak nima bo'lishini shartnomada ham ko'rsatamiz. Klient bilan ishlaganda ham uni to'liq aytib o'tamiz. Masalan, qila olmasak 3 oyda mana bunaqa narsa bo'ladi. Bu etaplarini biz o'tganmiz. Bo'ldi, keyingi etaplar nima desangiz, bo'ldi. Keyingi asosiy etaplar mediaga qaratilgan bo'ladi. Xo'p, buni chiqarib berish uchun bizga kerak bo'ladi. Birinchisi sotuv bo'limi. Hozir ko'pchilikda muammo. Ya'ni muammo deganda qanaqa? Ko'pchilik ishlashni bilmaydi-da, sotuv bo'limi bilan kelishmovchilik ko'proq kelib chiqadi. Ya'ni sotuv bo'limi bilan kelishishda muammolar, baryerlar kelib chiqadi-da, sotuv bo'limidan to'g'ri ko'rsatkichlarni olisha olmaydi. Biz ko'rsatkichlarni yozib chiqqanmiz. Birinchi o'rinda bizga nima kerak? Lead soni, masalan, biz o'zimizda ham bor, lekin sotuv bo'limi ham bizga lead sonini berib turadi, kunlik. Undan keyin sifati. Necha foiz sifatli lead keldi? Masalan, 20 ta lead keldi. Undan deylik 10 tasi sifatli deydi. Biz o'shanga qarab keyingi etapdagi ishlarimizni qilamiz. Xo'p, undan keyingisi bizda kunlik отчет bor, izoh deb yozamiz. Bu izohda klient nimani ko'proq o'ylayapti, nimada to'xtab qolgan ko'pchilik klientlar. Kimdir narxda, kimdir bonusda, nimadirda deb bizga отчет keladi. Undan keyin segment. Qaysi segmentda klientlarimiz bizda ko'proq telefon qilyapti, ko'proq uchrashilyapti. Masalan, bunda davlat ishchilari ko'proq bo'lib chiqqan. O'zimiz masalan tadbirkor kutuvdik. Investorni boshqacha, masalan, tadqiqotlar anonsdan endi baribir har xil bo'ladi. Tadqiqot qilganimizda investorlarni uzoq anaqasi bo'lsa kerak, ko'proq bo'lsa kerak. Investorlar desak, investor kam bo'lgan. Bizda asosan shu davlat xodimlari, ishchilar shunga o'xshagan auditoriya bo'lib qolgan. Ya'ni sotuv bo'limi bilan to'g'ri kommunikatsiya qurilgan. Kunlik shablonimiz bor, oylik отчетimiz bor, haftalik отчетimiz bor. Xuddi shunaqa. Bu sotuv bo'limi uchun bonus tizimini, KPI'ni, SOP'ni, tizimini, CRM'ni, hamma narsasini o'zimiz qilganmiz, o'zimiz qurganmiz. Oxirigacha hozir ham o'zimiz to'liq nazorat qilamiz sotuv bo'limini. Nega? Tadbirkorda agar bunda potensial bo'lmasa, maksimalni tadbirkor bu ishni qilmagani yaxshi. Chunki noto'g'ri qilib qolish ehtimoli katta. Shuning uchun hozirgi paytda o'zimiz to'liq sotuv bo'limini nazorat qilamiz. Shunaqa. Keyingisi plan va fakt uslubiga o'tdik. Plan va fakt uslubida biz masalan oyiga plan qo'yamiz. Hozir bajarayotgan planimiz 40 ta. Biz 40 tagacha nima ishlar qilishimizni oldindan belgilab olamiz. Planda 40 ta va faktda nechta bo'lganini oyning oxirida yozib ketilinadi. Va tabiiyki sotuvchilarning KPI ham, ularni ko'proq daromad qilishi ham va bizlarning daromad qilishimiz ham hammasi mana plan va faktga bog'langan. Va shu orqali biz deylik bu anaqada natijaga chiqamiz. Akkauntimiz holati shu. Ko'rib turganlaringizdagi biz blogerlar bilan ham ishlaganmiz va ularni tanlab ishlaganmiz. Bu uchun lekin ancha vaqt kutdik. 9 oy atrofi budjet optimizatsiyasi va marketing pozitsiyasi va biznes pozitsiyasi qurishda ketdi vaqt. Tone of voice bilan ishlab chiqdik, top of mind bilan ishlab chiqdik va undan keyingi etaplarda sekin blogerlar bilan o'zimizning podachalarni berishni boshladik. Va bitta shu sirni shu joyda ochaman, qaranglar. Masalan, mana bu videomizni ochamiz. Qo'li guldi. Mana shu korobka holatdan birpasda qanaqa zo'r qilib tashashibdi. Lekin bu yerda remontiga maza qilindi. Hojaga bu yerda o'zinglar qilganmisizlar? O'zimiz remont qilganmiz bu yerda. Qanchada bitirdinglar bu yerda? Bu kvartirani 2 oyda bitirganmiz. Mebel texnika bu korobka holatida bo'lgan, 2 oyda ichida to'liq bitirib berganmiz. Mana shu holatga olib kelganmiz. U pollada ham, patoloda ham hech narsa bo'lmagan. Hech narsa bo'lmagan. Men lekin sifatini bitta ko'rib chiqdim-da, sal tushunib qoldim. Men misol uchun mebellik kronkasidan tortib kafilni stiklarigacha qarab chiqdim-da. Lustra mana bu dizayniga shunchaki maza qilardim. Ko'pchilik korobka do'mayapti-da, uni usta chaqir, qatga nima qildirsamikin deb boshini shu joyga e'tibor berasizlar. O'zi birinchi fishka biz hamma deyarli videolarimizda kompaniyaning rahbari bilan blogerni olib chiqqanmiz. Nega? Biz o'zimiz imij sifatida kompaniya rahbarini ko'tardik bu etapda va kompaniya rahbari keyinchalik kimgadir o'rnini bo'shatib berishi mumkin. Va kompaniya rahbari bizda birinchi asosiy ishonchni qurishning hisobiga biz kompaniya rahbarini olib chiqqanmiz. Blogerni ochib berayotgan prezentatsiyasi. Birinchi A nuqtadan B nuqtagacha ko'chish uchun usta chaqir nimadir degan narsalarni qilyapti, aytayapti-da. Ikkinchi o'rinda sizlardanmi mana shu narsalar deb sanab ketyapti. O'tirishga vaqti yo'q, hoja akalar. Vaqti yo'q hoja akalarni degan narsani beryapmiz. Chunki bizning produktni umumiy kazdevdan keyin, umumiy xulosadan keyin shu yo'nalishga ixtisoslashtirganmiz. Nima uchun o'zi podключ remontdan foydalaniladi deganda kazdevda javob chiqqan. Maksimalni o'sha ishga uyning egasi aralashmasligi kerak. Bo'ldi shu, bosh og'riqsiz uy bitishi kerak. O'sha uchun e'tibor bersalaringiz, birinchi fishka klient o'zi bizning mijozimizni o'zi kompaniya rahbari videoga chiqyapti. Bu
plus ishonch uyg'otadi. Ikkinchisi bizani muammolarimizni va biza bergan skriptda bloger prezentatsiya qilyapti. Shunchaki mana shu remont qilib ber deb shundan sizga aytishadi. Shundan tayyor qilib topshirasiz. Tayyor holat. Shunaqa. Endi keyingisi. Yangi uy va boshqachada hammamizga nasib qilsin. Mana shu remont desa bor, boshim og'riydi mana. Nimaga Xuddi o'sha narsa, faqat blogerning o'zini pozitsiyasida aytilgan skriptda. uyimni remont qilganimda ustalardan yomon pand yeganman-da, borib shunaqa boshimni og'ritishgan, pulimni ham olishgan. 2 barobar ishimni ham joyida bitirib berishmaganda, men hozir Komiljon akamning oldilariga keldim. Aka, assalomu alaykum. Andava Yana o'sha ikkinchi anaqa, ya'ni brend egasi bloger bilan chiqyapti. 2018-yildan beri ishlarkanlar. Katta komandalari bor ekan. Shundoq patkulch qilib, do'mizni suvoq holatidan mana shu holatga keltirib berar ekanlar. Hozir gaplashdim-da, aka odamlar ishonmaydi va deyaptilar. 1 yilda 1000 tadan oshiq uyni remont qilishar. 300 tadan oshiq. Shunaqa, oxirgi anaqada 24-yilni o'sha anons paytidan boshlab biza 1 yil umumiy ishlagan paytimizda deyarli 900 nechtadir ham atrofi uyni bola ishlarkanda, xo'p. 300 tadan oshdi xodimlarning soni. Xuddi shunaqa narsa va hamma deyarli blogerlarda xuddi shunaqa qilingan va endi bloger tanlashda ham e'tibor beriladigan narsalar juda ko'p, bilasizlar. Bloger tanlashda uni reputatsiyasi, uni hozirgi holati, o'zini deylik reputatsiyasini tushirib qo'ymagan bo'lish kerak. Bu brendga ham ta'sir qiladi. Xullas, umumiy xulosalar proyektimiz haqida shu va juda ko'p gaplarni bu bitta YouTube videoda men sig'dira olmayman. Bu proyekt haqida to'liq men gapirib beraman desam, 1 kun, 2 kun vaqt yetmay qoladi. Shuning uchun bitta YouTube videoga sig'dirish qiyin. Agar siz ham tadbirkor bo'lsangiz, sizga ham xuddi shunaqa uslubga kerak bo'lsa va shuni o'rnida sizni brendingiz bozorda birinchi o'rinni egallab tursa o'zini ulushi bilan, shuni xohlasangiz, xudo xohlasa bizga murojaat qilsangiz bo'ladi. Bizada hozir umumiy komandamizda 15 dan ortiq kuchli tajribali mutaxassislar bor va sizda ham xuddi shunaqa brendni xudo xohlasa qurib berishga harakat qilamiz va bor kuchimiz bilan izlanamiz. Pastdagi silka qoldiramiz. Silkani bosib ro'yxatdan o'tsangiz, men bilan birga-bir konsultatsiya bo'ladi. Konsultatsiya bepul bo'ladi, mutlaqo. Bepul konsultatsiyada sizni hozirgi A nuqtangizni ko'rib chiqamiz, sotuv bo'limingizni, marketingingizni va umumiy tahlil raqamlaringizni, hisobotlaringizni to'liq ko'rib chiqamizda va sizni o'suvchi nuqtangizni birga topib olamiz. Va o'sha o'suvchi nuqtangiz bo'yicha qanaqa o'sish kerakligi haqida xudo xohlasa konsultatsiyada batafsil ma'lumot beraman, tushuntirish beraman. Konsultatsiya bepul bo'ladi, ya'ni undan keyin biz bilan ishlashingiz shart bo'lmaydi. Faqat shu konsultatsiyani o'zidan xudo xolasa yaxshi manfaat olsangiz bo'ldi. Silkani bosib ro'yxatdan o'tasiz, ma'lumotlaringizni qoldirasiz. Operator qizlarimiz men bilan xudo xolasa uchrashuv belgilab beradi. Keyingi xudo xolasa razborni men bilan uchrashuvda qilamiz.